Selamun aleyküm sevgili öğrencim. Ben Hatice öğretmen. İnşallah bugün dil adlarını öğreneceğiz. Assalomu alaykum qadrli o'quvchilar. Bugun Xudo xohlasa yangi mavzu o'rganamiz. Qani tayyor bo'lsangiz boshladik. Dars plani. Birinchi unli bo'linishini bitta ko'rib takrorlab olamiz va fıstık tishxob harflarini bitta takrorlab olamiz. Yangi mavzu o'rganamiz, ya'ni bugungi mavzuni hamda mashqlar va uyga vazifa beraman, uni bajarasiz. Qani ketdik. Unli bo'linishi. Bu darsni mana shu joydan ko'rib ketayotgan odam ham bemalol tushuna olishi uchun bitta takrorlab olamiz. Demak, unlilarimiz 8 ta unli edi va 2 xil bo'linishda bo'linardi. Birinchi bo'linishimiz mana shu bo'linish edi. Demak, qalin unli a, i, o, u, ince unli e, i, ö, ü. Demak, mana shu unlilarni biz bugun ishlatamiz. Xo'p, qayerda ishlatishimizni aytaman. Va bizga kerak bo'ladi sert unsizlar, ya'ni qattiq undoshlar. Bu f, s, t, k, ch, sh, h, p harflarimiz. Ya'ni eslaringizda bo'lsa, fıstıkçı shahobni sizlarga o'rgatgandim. Mana bu odamdan eslab qolinglar. Ya'ni mana bunaqa pista sotadigan, pistadan tayyorlanadigan narsalarni sotadigan odam. Va mana shunda hamma harflar bor. Fıstıkçı shahob. Mana shuni eslab qolamiz. Demak, mana shu harflarimiz bizga kerak bo'ladi. Ketdik. Dil adlari degan til nomlari. Ya'ni o'zbek tilida aytamiz, o'zbekcha, turkcha, inglizcha deymiz, qozoqcha deymiz. Bu yerda cha qo'shimchasi. Bugun aynan mana shu so'zlarni turk tilida aytilishini o'rganamiz. O'zbek tilida bittagina cha qo'shimchasi bor. Hamma so'zga qo'shilaveradi, ruscha, o'zbekcha qilib. Turk tilida buni ikkita farqi bor. Birinchi farqi mana bu cha qo'shimchani biz 4 xil shaklda ishlatamiz. Ja, je, cha, che shaklida. Ikkinchi farqi til nomlari mana o'zbekcha, turkcha, inglizcha dedik-ku. O'zbek tilida kichkina harf bilan yozib ketilaveradi. Turk tilida katta harf bilan yoziladi. Gapni o'rtasida kelsa ham. Bu eslaringizdan chiqmasin. Va mana bu 4 xil qo'shimchani qanaqa farqlab olamiz biz? O'zbekcha, masalan, turkcha, inglizcha, arabcha, hammasiga har xil qo'shimchalar qo'shilgani qaydan bilamiz desak, oddiy bitta formula o'rgataman. 2 qismdan iborat. Birinchi bo'lib so'zni mana turk, o'zbek, ingliz, arab so'zini eng oxirgi harfiga qaraymiz. Demak, arab so'zidan olaylik, eng oxirgi harfi qaysi? P harfi arab so'zida. Mana shu P harfi agar F, S, T, K, Ch, Sh, H, P, ya'ni fıstık tishxob harflaridan biri bo'ladigan bo'lsa, unga chlik qo'shimcha qo'shiladi. Cha yoki che qo'shimchasi. Agar oxirgi harfimiz fıstık tishxob bo'lmasa, mana ingliz so'zida z harfi, fıstık tishxobni ichida kirmaydi bu z harfi. Demak, shunaqa bo'lsa yoki unli bilan tugaydigan bo'lsa, jlik qo'shimcha ja yoki j qo'shiladi. Tushunarli? Oxirgi harfimiz fıstık tishxob bo'lsa cha-ch, fıstık tishxob bo'lmasa, umuman boshqa qanaqa harf bo'lsa ham ja yoki j qo'shiladi. Endi bu cha-ch, ja-j qanaqa qilib ajrata olamiz? Ikkinchi formulamiz, ikkinchi qoidamiz, demak, oxirgi unlisiga qaraymiz. Arabdagi eng oxirgi unli a, Demak, inglizda esa i. Demak, agar qalin harf bo'lsa a, i, o, u boya takrorladik-ku, o'sha bo'lsa ja yoki cha. Agar inje bo'ladigan bo'lsa, mana inglizda i inje-ku, demak inje e, i, ö, u lardan biri bo'lsa, demak j yoki ch qo'shiladi. Mana bu yerda ko'ramiz, ingliz so'zi oxirgi bug'ini, oxirgi harfi z bilan tugadi, Demak, bu yerda jlik qo'shimcha qo'shilar ekan. Oxirgi unlisi inje bo'lgani uchun j dedik. Arab p harfi fıstık tishxob bo'lgani uchun ch harflik qo'shimcha qo'shiladi va oxirgi unliyimiz a qalin bo'lgani uchun cha qo'shildi. Arab cha. Tushunarli? Tushunarli bo'lmasa bitta videoni ortga qaytarib qaytadan eshiting, tushunib olasiz. Juda ham eng tushunarli formula, chunki mana shu. Ketdik, buni albatta yozib oling va mana bu yerda harflar bor. Unli, undosh bilan tugagan so'zlar. Shunga qarab, hozir biz yana bitta tahlil qilib olamiz. Qani, bu demak, o'tgan darsimizdagi mavzudan mana bu yerda Turkiyali, nereli sin mavzusini o'tgandik. Bugun esa mana bu narsa, mana bu ustunni ko'rib chiqamiz. Demak, millat nomlari mana bu joyda berilgan. Turk, alman, arnavut, gurju kabi. Demak, mana shularni ko'ramiz. Turk so'zi nima uchun ch qo'shimchasi qo'shilibdi? K
oxirgi harfiga qaraymiz. K fistiq-tishxob harflaridan biri bo'lgani uchun ch harfli qo'shimcha qo'shiladi va u harfi inja bo'lgani uchun oxirgi unlisi, demak ch qo'shiladi turkcha. Alman so'ziga qaraymiz. Alman oxirgi nimasi, demak nima deydi? Harfi fistiq-tishxob emas, demak j dan boshlanadigan qo'shimcha qo'shiladi. Endi j mi yoki j mi? Qaydan bilamiz? Oxirgi unlisiga qaraymiz. A qalin bo'lgani uchun ja, almanja. Arnavut t fistiq-tishxob bo'lgani uchun chlik qo'shimcha qo'shiladi va oxirgi unlimiz u qalin bo'lgani uchun cha, arnavutcha. Xo'p, mana bu yerda unli bilan tugagan so'zimiz bor. Demak, gurju masalan. U bu fistiq-tishxob emas, demak jlik qo'shimcha qo'shiladi va u harfi inja bo'lgani uchun j, gurju-j. Tushunarli, demak japoncha, ruscha, makedoncha, arabcha, kazakcha, yunoncha, portugizcha va hokazo. Demak, mana bularni siz nima qilib chiqing, baland ovozda o'qing va nima uchun shu qo'shimcha qo'shilganini men sizga ko'rsatib berganimdek tahlil qiling. Shunda bu mavzuni 100% bittaga o'rganib olasiz. Xo'p, ketdik. Endi davom etamiz. Sizga hozir mashq beraman. Mana bu yerda mana bu mashqni bajarasiz. Demak, mana bu yerda davlat nomlari bor. Ispaniya, Rossiya, Ingilterra, Chin, Almaniya, Iroq, Fransiya, Braziliya, Yaponiya, Amerika. Demak, mana bu yerda esa ikki xil variant berilgan. Ispaniyacha bo'ladimi yo ispaniyolcha bo'ladimi? Demak, siz mana bu oldingi jadvaldan foydalangan holatda buni bajarib chiqasiz. Videoni stop qiling, pauza qiling, chunki o'tirib ishlaydigan bo'lsangizgina bu mavzuni o'zlashtira olasiz va bu mashqni bajarib oling. Qani, pauza. Xo'p, bajarib oldingiz deb umid qilamiz. Ketdik. Ana endi men sizga javoblarni ko'rsataman, tekshirib olasiz. Mana sizga javoblari, bu yerdagi javoblarni o'zingizni yozganingiz bilan tekshira oling va qayerda xato qilganingizni ko'rib, albatta xatoingiz ustida ishlang. Xo'p, bugungi mavzuyimiz mana shu narsalardan iborat edi, ya'ni til nomlari va sizga o'rgatgan hamma narsalarim. Ana endi vazifa ev ödevi. Tüm konuları tekrarlamak, ya'ni shu paytgacha o'tilgan hamma mavzularni takrorlab chiqing. Har kuni bittadan mavzu takrorlasangiz ham, o'rgansangiz ham, yangi boshlagan bo'lsangiz ham bemalol o'rganib olsangiz bo'ladi. Chunki mavzular juda ham qisqa, oson va albatta ularga nima deyiladi? Ixtisoslashtirilgan testlarni bajarib chiqing hamda yangi bugungi o'tilgan grammatikani konspekt qilib oling, kerakli joylarni yozib oling va gaplar tuzing, jumla qurmoq. Ya'ni o'tilgan har bitta mavzuga qancha ko'p gap yozadigan bo'lsangiz, o'tirib sizga shuncha zo'r foyda beradi. Va konuşmak, ya'ni gapirmoq. Mana shu turk tilida shu paytgacha o'rgangan yangi so'zlaringiz va shu paytgacha o'rgangan grammatikalaringizdan foydalanib har kuni o'zingizga o'zingiz gapirishga harakat qiling. Shunda tilni bir barakayiga zo'r qilib o'rganib keta olasiz. Agar gapirmaydigan bo'lsangiz, shunchaki grammatika bilan qolib ketadigan bo'lsangiz, bu sizga foyda bermaydi. Xo'p, ketdik. Ana darsimiz tugadi. Va sizlarga uyga vazifalarni berdim. Eshitganlaringiz uchun kattakon rahmat. Albatta, yaxshilab o'rganing va bu hafta xuddi shu mavzuda test bo'ladi. O'sha testga yaxshilab tayyorgarlik ko'ring. Salomat bo'ling.